Hop, hozir Peterda shu narsani, ko'p narsani sotib aka to'layapman, mana shu yerda yuribman endi, deyapti. Nima sabab aytmagansan desa, aka rostdan haqiqatan boshlang'ich to'lovni to'lab bergan deb o'ylaganman. Keyin yana bitta bo'y qilsang, rostdan aytgan, bitta bo'y qilsang, qolganini to'lab beraman deb aytgan, deyapti. Bu qayerdan u 8,5 million to'lab beraladi u bola. Qayerdan har oy 2 oy to'lagan, 2 oy 8,5 milliondan to'lagan ekan. Bo'ldi, boshqa hech qanaqa pul to'lamagan ekan. Hozirgi kungacha Anvar o'zi aytdan betdan harakat qilib, nimaga har xil videolar qo'yapsan deb gapirsam, aka ilojim yo'q, nima qilay, to'lab beraman deyapti. Shu videosini reklama qilyapman, aytgan videosiga tushib beralyapman. Nima qilay? Ilojim yo'q aka, to'lab beraman deyapti deb shunaqa yo'llarga kirgan. Endi sponsorlikka keladigan bo'lsak, sponsor u qilaman, bu qilaman, bu internetda chiqadiganlar hech qaysi qilmaydi. Chunki agar unga chista hype kerak, video kerak. Bunga yordam beryapti degan hype kerak, reklamasini o'tsa bo'ldi.